Kızlar. Araba kerak emasmi araba? Ha, kerak. Ha, yashanglar. Bozorni eng saramonlarini sizlarga biz ko'rsatamiz. Vazifamiz shunaqa. Rostami? Albatta, nima vaqtsizlar? Nok olmoqchi. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz. Nok qayerda edi? Ana. Bozorning eng yaxshi noki mana shu yerda bo'ladi. Qani ko'ringchi. Qani, kelinglar. Savdosini o'zingiz qilasizmi yoki? Mayli, o'zingiz gaplashing. Mana Bo'ldi, gaplashamiz joyidan. Nimaga mani orqamni deysan? Esing joydamisan? Xo'sh. Baqot. Kilosi nechi puldanmi mataxi? 1000 so'm. Lekin kami bor aka. Kami bor, tarozidan kami bormi? Yo'q, nima deyapsiz? Tarozimiz halol. Musulmonchilikka to'g'ri keladigan gap gapiring. Tarozini haromini qayerda ko'rgansiz? Endi aytdim, qo'ydim-da aka. O'zi necha kilo olamiz? 3 kilo olamiz. 3 kilo. Xo'p, 3 kilo olamiz, 2000 so'm beramiz. Yo'q, kam. Boshqa pul yo'q. Jilla qursa 500 qo'shing aka. Qo'sha olmayman akasi, qo'sha Voy, olmayman. shefga yo'q demang, shefga. Yo'q. Xo'sh, 300 qo'shing. menga qarang. Bunaqa go'zal qizlar bozorga bir yilda yo kiradi yo kirmaydi. Mol meniki bo'lsa sekinga berib olardim. Ha, mayli, 200. 100. Yo'q, 200. 100. Yaxshi narx. Ha, mayli, 100. Qani? Ha, yashang, necha kilo? Torting 3 kilo. Menga qarang. Shu 100 so'm arzimagan pul uchun talashib o'tirsa uyat bo'lmaydimi? To'g'ri. Bo'ldi, kechdim aka. Tezroq oling u, keting. Jonimga tegdingiz.